Unaqasi bo'lmagan. Antikuzdan bizada juda arzon narxda divanlarni qo'ydik. Mana prosta yotgani uchun tezroq sotmoqchimiz. Mana shu turishini o'zi 1,5 million so'm stoli bilan birga. Ya'ni stolni ko'ryapsizlar, holati ideal почти. Bu stol 3 millionga olasizlar, lekin biz 1,5 millionga divanlari bilan birga beramiz. Undan keyingisi xuddi shunaqa, bu ham 1,5 million so'm, uzunligi 180 bo'ladi. Bunisini ham 180 uzunlikda bo'ladi, eniga 90 bo'ladi. Bular narxi $100 dan stoli bilan birga. Ya'ni xolasingiz 400 ming, 400 ming, 400 ming qilib hisoblang, xolasingiz 500 ming, 500 ming, 200 ming qilib hisoblang. Bular ham xuddi shunaqa $100 dan ketadi komplekti. Ya'ni xolasanglar divanni 500 mingdan deb hisoblanglar. Undan tashqari, aytgancha mana bu sal yudirib yuborish kerak, da artsanglar ketadi xullas. Holatini ko'rib turganinglardek. Undan tashqari mana bu ikkita kreslo va hamda yana ikkita kreslo bu $50. Plus bonusiga 5-sini qilib beramiz. Hoppa.